Hammaga assalomu alaykum bo'llar. Sizlar bilan doimgidek men O'ktam FMC va bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda tovuqdan epik narsalar chiqadi. Ya'ni o'sha tovuq dersanglar, go'sht emas, o'rniga biror bir kuchliroq narsa chiqadi. Agarda video yoqsa videoga like bosib, kanalga esa obuna bo'lishni unutmang. Mana bo'lsa videoda boshladim. Hop, biz ham birinchi qilayotgan ishimiz tovuq topishimiz kerak. Keyin mana tovuq topildi уже. Buni o'ldirib, narsasini olamiz. Keyin qishloqqa borib, agar izmir chiqsa, izmirdan nima bu? Bitta tovuqdan shuncha narsa chiqadimi? Elitran kiyib olaman. Qani kiyardi? Bo'ldi. Okay. Hop, bizda mana narsa bor, bliz degan narsa. Hop, buni olib qo'yamiz, buni o'tib yuboramiz hozir joyida. 2-1 xil ekan. Bittasini olib qo'yamiz, 2-1 xil ekan. Okay. Endi qishloqqa boramiz. Qishloqda ham tog'lar yo'lar agar bilsalaring. Davay birinchi mana shu nima deydi, somonlarni olamiz, keyin bundan no yasayman. Qornim ochmasligi uchun. Tak, uncha ochmaydi, sababi bu bizga tovuqdan epik narsalar chiqadi. Okay, let's go. Mana kravat olsam juda zo'r bo'lardi. Hoppa, tovuq. Хорошо. Qilich. Okay. Hop, bizga yana nimalar berdi? Olma. Eng qiziq, menga kamonga o'q ham topilibdi hozir. Hoppa, olov chiqarkan. Hozir bittasi sinab ko'ramiz. Bittasi go'limdamikan? Go'limda. Davay. Yo'l ketdi. Uncha emas, unda kuchli emas ekanda. Mayli, o'tsa bir milliard metr uzoqqa chiqib ketardi. O'shani emas. Chivardi. Oy. Temir. Kadras. Kimga teshik o'qib qo'ydi? Qoch. Skeleton tepdi. Voy bala. Okay. Mana shuni o'tib hozir. Ideyam kuchli-da man. Oy, namuncha aqlli bola mana. Atak qishloqcha kelgan bo'lsa, qishloqcha vash. Bir milli, bir yaxshigina qishloqchagina. Tinch, kattagina. Normalniy. Ayda temir bor ekan, temirni olish kerak. Hoppa, men shunga tushib oldim. Bittada. Amal. Tepaga chiqib olish unchalik qiyin emas ekan. Creeper. Bilaman. Omon qolishim nerealniy deb aytdi. Qoch. Uqtami? Nima botsiz deganlar? Men bot emasman. Просто Minecraftga endi kiribman. Anchadan beri kirganim yo'q. Bir o'ylam, 2 o'yladim. Ullana chotki. Ketchup как раз endi uxlaboraman. Uxlab qolgan narsani ertalab davom ettiraman. Mana turdim. Endi kravatni olib betdan suraman, sababi bilmam. Boya vaqtlab turdim. Qandaydir bu musor g'orga tushib, tinday bo'lib chiqdim. Вообще-то men nima temirlar bir bolalar qidirib yuribman. Tovuq qidirishim kerak-ku. Вообще esimda yo'q.
Oddiy hujman edi ular. Oo. Mana hozircha elitra bo'lib turarsan. To'xtala, mana shu ishlatib yuboray endi. Nima kerak menga? Bosh kerak. Mana shu ishlatib yuborsam. Joyim bo'shaydi. 11-chi daraja, 12-chi daraja, 13, 14, 15, 16, 7 okey. Yaxshi. Hop, mayni dakansa tovuq qidiraman, boshqa hech nima qidirmayman. Bitta mana shu tovuq qidiraman, tovuqni attoshga qidiraman. Keyin olamanda go'shtini, qanaqa go'sht? Epik narsalarni olamizda. Maqsad nima qo'yamiz? Bu video bitta bo'lmaydi, yana ikkinchi qismlar ham chiqadi. Biroz kommentga tushib yozinglar. Qanday nimalar, maqsad nima qo'yamiz? Maqsad. Oldingi maqsad nima qo'yamiz? Shu salut bergandan keyin yerda yurishim yoqmay qolar ekan-da, to'g'rimi? Da. Shu yutdan bilet hali ham to'g'ri. Mana. Mana qo'yadi. Hop. O'ylam o'chirdim, mana qo'yib topdim. Bitta ikkitagina tovuq. Hop, narsa ber. Aytdi yana bor ekan. Bitta kiysa qo'sha kelar ekan. Joyim to'ldimi? Nimalar bo'lib ketdi? Joyim to'lib ketibdi-ku. Mana kerak emas narsalarni otib yuborish kerak. Mana bosh kerak emas, bu ham kerak emas. Chotka. Okey. Zo'rlik dushi. Menga yordam berdi, meni kelajagim uchun nima? Sizlar buncha ko'psizlar. Meni kelajagim uchun yordam beryapsizlar, dushi. Va nihoyat. Bitta qolibdi, okey. Hammasi oldim, endi yana dushi uchamiz. Keyin uy ham qurish kerak. Ikkinchi qismda uy ham quraman. Sizlar kommentda yozib qoldiringlar. Keyin Telegram kanalimga o'tsalaring, Telegram kanalimda ham bitta konkurs qilmoqchiman, dushi. Yozib qiling desalaring. Da qilaman. Konkursga keyin nima qo'yamiz? Yozinglar. Bitta jintra qo'yib yuborayman. Nima deysizlar? Bitta jintra. Ko'nglaring uchun bitta jintra qo'yib yuborayman. Shuning uchun bittagina obuna bo'lib, bitta like bosib, kommentariyaga tushib, bitta omad deb qo'yisalaring bo'ladi lekin. Men ungacha g'or ham topdim lekin g'orda tovuq bo'lmaydi. 100%. Yerda yuraveraylik tinchgina, men osmonda uchib tovuqlar ancha o'tkazib yuboryapman. Banda ketishyapti o'zi. O'zi qarada, lekin balasi oq. Qanday? Uxlaveraman. Mana shu tog'dan uy quramiz, men nima deysizlar? Men bir qasr qurib beraman, mana shu tog'da o'zidan. 2 sekundda paydo qilib beraman. Mana shu tog'ni tepasidan. Prям mashitdan. Kommentda yozinglar. Ungacha hammaga xayr, sizlar bilan men Oktan FMC bo'ldim. Yozinglar, ikkinchi qism chiqsinmi, chiqmasinmi? Unda hammaga xayr, bo'pti, короче.